Standart konseyner qanaqa bo'ladi, nostandart konseyner qanaqa bo'ladi? Ben sizlarga buni tushuntirib beraman. Standart 12 talik 36 metr kvadratga mo'ljallangan bo'ladi, faqat xonani patolog 3 metrgacha bo'lsa. Nostandart 12 talik konseyner 45 kvadrat metrgacha mo'ljallangan bo'ladi. 12 talik standart konseyneri 600 kubometrgacha havo uflaydi. 12 talik nostandart modeli 750 kubometrgacha havo uflaydi. 12 talik standart 1 soatda muzlatib beradigan xonani 12 talik nostandart 40 minutda muzlatib beradi. 12 talik nostandart nimaga kerak 18 talik konseyner bo'lganda deydigan bo'lsangiz, 12 talik bilan 18 talikning o'rtasidagi konseyner aynan 12 talik nostandart konseyner bo'ladi. Konseyner olishdagi eng katta xato xonani razmeriga nisbatan boshqacha konseyner olib qo'yishingizdir. Sizlar boshqacha konseyner olib qo'ymasligingiz uchun soddaga murojaat qilinglar. Sizlarning xonangizga eng to'g'ri keladigan original konseynerlarni qilyapsiz. Xohlasangiz standart, xohlasangiz nostandart. Bemalol murojaat qilaveringlar.